Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi Bitcoin Ethereum analizimizni boshlaymiz. O'tgan analizimizda eslarda bo'lsa, bundan уже bir hafta oldin edi. Nima dedik? Mana bu yerdagi yashil sham, ya'ni bozorda o'zimiz an'anamizga sodiq qolgan hollarda bozor yuksalayib turganda yoki bozorda tushib turganlarda nima qilyapmiz? Video qilyapmiz alohida izni bilan. Ko'rib turganingizdek, hop, bozorda nima qildik? Mana bu joyda eng yuksalganda mana bu shamda aytib o'tdikki, men hozir 100% naqd o'tyapman, chunki katta ehtimol bilan mana bu yerda bozor tushib ketgan. Bu yerda yana xuddi shu holat kelyapti. Ya'ni grafikimiz 100 почти bir xil bo'lyapti va mana bu yerdan yana men tushish kutyapman deb turib, bu yerdan 100% naqd o'tganimni aytib o'tgandim esingizda bo'lsa. Hatto Telegram kanalimga ham Telegram kanalimga nima qildim? Olgan narsalarimni sotganlarimni ketma-ket aytib o'tdim. Ulardan misol uchun sotgan narsalarimni esingizda bo'lsa, bu yerda qaysi edi? Mana bu altcoin bittasi edi. Ya'ni bu ham qo'limda ushlab turgan altcoinlarimdan bittasi edi esingizda bo'lsa, olib sotganmiz. Shu jonli Telegram kanalimizda nima olsam tashlaganman. Misol uchun mana bu yerdan sotib olganimni aytdim va bu yerda sotganimni ham va ikkinchi marta bu yerga test qilganda bu yerdan ishga kirganimni ham aytib o'tgandim esingizda bo'lsa va keyin ozroq yuksalganda sotdim. Sababini aytdim. Ya'ni bu yerda sotib olganim sababi Ethereumda tushligini nima qilib turib sotib oldim. Ya'ni bu yerda qo'limda qolib ketmasin. Chunki qo'limda hamma narsani sotdim. Hozir mana bu altcoin'da osganini ko'rsangiz, qancha oshdi. Ya'ni o'sha paytdan misol uchun hozir 150% gacha oshdi. Xo'p, va o'sha kunda adashmasam BAT USDT edi. Qo'limizda bor edi. Buni jonli Telegram kanalimizga signal tashlagandim. Esingizda bo'lsa, mana bu zonada buni ham tashlagandim esingizda bo'lsa. Bu yerda chizib tashlagandim. Bu ham taqriban qancha oshdi? Mana shu zonada, mana bu yerdan ishga kiritgandik. Mana ko'rib turganingizdek, bu ham 18% sirazi birinchi, ikkinchi tepani berdi va bundan keyin nima qildi? Bu narsadan qolib ketdik. To'g'ri, biz bu yerda sotdik. Mana shu zonada foydaga sotdim mana shu ekan, alhamdulillah. Lekin nima bo'ldi? Bu yerdagi keyingi etapida ikkinchi tepasini ola olmadik va ko'rib turganingizdek, bu ham yaxshigina yuksaldi. Ya'ni muhimi o'sha kuni sotib olgan altcoinlarimiz ko'pi tepasiga bordi почти. Alhamdulillah. Biz sotib olgan bo'lsak ham ikkinchi tepasini olmadik, lekin birinchi tepani bo'lsa ham oldik. Xo'p. Aytmoqchi bo'lgan narsam nima? Aytmoqchi bo'lgan narsam, Ethereumda kelib ko'radigan bo'lsak, o'sha kuni mana kunlik time frame ga olib kelaylik. Kunlik time frame da men kutgan edim. Mana bu qizil chiziq tepasiga igna otadi va igna otgandan keyin sekin sirasi tushishni boshlaydi. Ya'ni altcoin'lar sirasi minus kirishligi mumkindir. Kechasi video qilgandim. Nima bo'ldi? Bu tepasiga chiqdi, sham yopilib oldi. Tushunarligi? Bu yerda bitta sham yopilib oldi. Va ikkinchi kundagi shamdan keyin tushishni boshladi. Ikkinchi tush kuni mana ko'rib turganingizdek bozor yuqoriga yuksaldi. O'sha paytda nima bo'ldi? Biz olgan altcoin'lar hammasi tepalariga borib ishlab oldi. Va o'sha yerdan nima qildi? Odamlarni ushlab turib, o'sha yerdan ishga kirgizib olib, o'sha yerdan sekin bozor o'sha olib tushishni boshladi va to hozirgi paytgacha mana olib tushib ketyapti. Endi qaranglar. E'tibor berish kerak bo'ladigan narsalardan bittasi mana bu. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. To'rtta sham ketma-ket tushgani. Endi xuddi shuni oldingi shamga borib ko'radigan bo'lsak, bu yerda ham mana ko'rib turganingizdek, to'rtta sham ketma-ket. Bitta qora, ikkita va uchta. Mana bu bilan keyingi sham ham qora ekan. Ya'ni to'rtta sham ketma-ket tushdi desa ham bo'ladi. To'rtta yoki beshta hisoblasangiz ham bo'ladi. Bu yerda ham mana o'zi mana bu 1 2 3 4 bo'lsa, mana bu unchalik hajm kirmadi, lekin mana bu bilan 5. Xo'p. Bozor ketma-ket tushib kelgan. Endi qarang, bu yerdagi tushish masalasi nima bo'lib tushgan o'zi aslida. Xuddi shu holatlar chizib ko'rdik bu yerda va mana bu yerda paydo bo'lgan narsani ham bir ko'rib o'taylik, qanchalik ishlamasligini. Xo'p, bu yerda triugelnik bo'lgan bu yerda, mana oddiy chizib ko'radigan bo'lsangiz, bu yerda mana bunaqangi bir triugelniklar paydo bo'lgan. Ya'ni bozor tushib kelishda 1 1 2 2 bo'lgan va bu yerdan 3 ta probay qilgan. 3 dan keyin ko'rib turganingizdek mana bu bitta kattagina hajm va undan keyin bozor pastga tushgan. Ikkinchisi otib bergan. Xo'p, hozirgi holatda qanday turibmiz? Hozirgi holatda ham xuddi shu holatda triugelnikimiz bor. Bozor tushib kelgan. Mana bu 1 deb hisoblaylik. 1 ni mana bundan olamiz. 1 1 mana bu 1 bo'ldi, mana bu 2. Ya'ni bozor nima bo'ldi? 1 1 mana bu 1 1 bu yerda mana buni bu yoqqa olib kelamiz. 2 endi bo'libdi adashmasam. Mana bunisi ikkisi endi bo'lgan. Xo'p, buni sal bu yoqqa olib kelamiz. Mana bunaqa chizsak ham bo'ladi. Ya'ni bozor siqishma zonasiga hosil qilgan. Bu yerda siqishma zonadan mana probay qilib o'tgan hozirgi holatda. O'tgan kuni misol uchun mana bu bugun bo'lsa 2 3 4 kun oldin mana bu yerda 4 soatlik time frame da ham probay qilgan edi.
4 soatlik time frame'da probay qilgan evaziga bozor zo'rg'a qiynalib yuksaldi. Tushunarligi? Qaysidir ishlaydigan zonani probay qiladigan bo'lsa, bozor o'sha zonadan qiynalib yuksaladi. Tushunarligi? Yuksalishligiga. Ko'rib turganingizdek, mana bu zonadan keyin bozor zo'rg'a qiynalib yuksaldi va ikkinchi sham keldida mana bu yerda hozir kunlik time frame'da probay qilish arafasidamiz. Hozirgi holatimiz shu. Bundan keyingi chiqadigan shamimiz mana bunga o'xshagan uzun chiqadimi va chiqmaydimi buni ertadagi sham ko'rsatadi. Tushunarligi? Ertaga misol uchun mana buni bir o'qib tushib beradimi bozor? Mana bunga o'xshab yoki tushmaydimi buni vaqt ko'rsatadi albatta. Ya'ni hozirgi holatimiz prosta grafik sizlarga ko'rsatib qo'ymoqchiman qanday holat turibmizni. Tushunarligi? Xo'p, bu Bitcoin Ethereumdagi grafik edi. Men hozir buni bu yerdan pastga otib ketadi degan fikrda emasman. Unaqangi qarashda emasman. Ya'ni hozir pastga otib ketar ekan degan tushuncha bo'lib qolmasin. Men u fikrda emasman. Mumkin tushar, mumkin tushmas. Lekin nima? Ba'zi bir narsalar signal bo'lib kelgani uchun bu videoda qilyapman. Nima signal bo'ldi deydigan bo'lsangiz, USDT dominasi. USDT dominasiga keladigan bo'lsak, USDT dominasida oldinlari bilasizlar, anchadan beri USDT dominasi katta time frame'da analiz qilib kelaman sizlarga. Misol uchun USDT dominas pastga tushish trenddamiz deb. Va kichik time frame'da yaqinda boshladim. Kichik time frame'da analiz qilyapmiz. Mana bu zonada esingizda bo'lsa yuqori keldi va korreksiya qilib mana bu tepani oladi deb. Ya'ni tepaga keldi. Misol uchun buni tepani probay qilishga majbur emas o'zi aslida bozor. Yuksalmas, buni tepasini probay qilmasdan ham pastga tushish ehtimoli yo'q emas. Shu zonalardan albatta, mana shu zonadan pastga tushish ehtimoli ham yo'q emas. Lekin bu yerga chiqib qo'yadigan bo'lsa, hozir bu yerdan ham qaytish uchun ba'zi bir narsalar bor. Shuni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Xo'p, ya'ni buni tepasiga chiqib mana bu zonaga keladigan bo'lsa, mana bu sariq chiziq ham o'zi bu oddiy chiziq emas, bu golova плечойdagi liniyalardan bittasi. Endi qaranglar, katta time frame'ga olamiz. Meni asosiy buni nima qilyap turgan narsa nima deydigan bo'lsanglar, mana bu grafik. Katta time frame'da anchadan beri mana buni sizlarga aytib o'taman. Alloh alam yarim yildan o'tdi. Yarim yildan beri nima? USDT dominasini pastga tushish uchun prognoz qilib kelaman. Ya'ni bu yerda yelka va bosh va yelka mana bu yerda golova плечойimiz paydo bo'lgan va shu yerda probay qilib o'tgan, mana bu zonada probay qilib o'tgan. Agarki bu zona keladigan bo'lsa, TPimiz eng kamida, eng minimum hisoblayapman. Mana bu zona qizil zonalargacha keladi. Ya'ni bu zonaga kelish arafasida. Hozir bozor qachon bizni bu golova плечойimiz ishlamaydi, qachonki mana bu yuqoridagi mana sterga qilib qo'ygan qora chizig'i tepasiga bozor yoki igna yoki o'zi chiqib yopiladigan bo'lsa bozor nima bo'ladi? Mana bu probay mana bunaqa chiqadigan bo'lsa, o'shanda bizni mana bu golova плечойimiz ishlamasligi mumkin. Lekin to buni tepasiga bozor chiqmas ekan, bozorimiz pastga tushdamiz. Tushunarligi? Va hozirgi holatda ba'zi narsalarni ko'rib o'tinglar. Bozor tushish trendidamiz. Hozir bitta narsa ko'zimga ko'rindi. Bu ham bo'lsa mana bu chizig'imiz. Yuqorida maksimumlarda va pastdagi minimumlarda bir-biriga prosta tenglashtiradigan bo'lsangiz, triangolimiz bu yerda paydo bo'lyapti. Triangolimiz hozir bu yerga keladigan bo'lsa ham nima bo'ladi? Mana bu 1 bo'ladi 1, mana bu 2, mana bu 2 ni davomiga kelyapti. Mana bu 2 dan keladigan bo'lsa, katta ehtimol 3 ni probay qilib bu yoqqa ketamiz. Tushunarligi? Bu endi misol uchun bitta uxlab tursangiz ertaga bo'lib qoladigan narsa emas. Katta time frame e'tibor bering. Katta time frame'dan analiz qilyapmiz. Bu kerak bo'lsa oylab, kerak bo'lsa yillab bizni vaqtimizni oladi. Ya'ni mana 2026-yil, 2027-yilgacha Alloh alam bizni nima tushish trendidamiz. Ya'ni USDT dominasida to mana buni tepasiga chiqmaguncha nima hozir rasa ishga kiradigan zonalar deb o'ylayman. Ya'ni altcoinlarda misol uchun bir hozir yana agar bir igna otib USDT, Ethereum, Bitcoin ya'ni ikkalasi bitta narsa. Ya'ni bular bir igna otib pastga tushib beradigan bo'lsa ham, bular faqat bizga hozir imkon bo'ladi. Ya'ni shu narsani o'tkazib yubormaslik uchun men sizlarga aytib o'tyapmanki, hozir USDT dominasiga qaytadigan bo'lsak, katta time frame'da ko'rib turibmiz. Katta time frame'da, ya'ni bu zonalardan faqatgina sotib oladigan zonalar. Tushunarligi? USDT dominasi pastga tushishi uchun analiz qilyapmiz. Katta ehtimol bilan bu sekin yillar davomida yoki oylar davomida pastga tushadi va u degani altcoinlarda inshaalloh yaqin yillarda bu narxlarda ko'rmaymiz. Inshaalloh yaxshigina oldimizda altcoin sezoni turibdi inshaalloh. Bu ham bo'lsa yaxshi yangiliklardan sizlarga inshaalloh.
Xo'p, Bitcoin'ni ko'radigan bo'lsak, Bitcoin'da nima bor? Bitcoin'da ham xuddi shu holat turibdi. Bitcoin'da misol uchun qo'rqitadigan grafiklarimiz bor. Mana bu yerda bitta chiziq tortamiz. Prosta minimumdan minimumdagi minimumlarni bir-biriga tenglashtiradigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek trendviy chizig'imizga kelib qolgan. Lekin paraboy qilmagan. Qachonki paraboy qilmagan bo'lsa, paraboyini kutamiz. Paraboyda bo'lganda misol uchun ba'zi narsalarni men misol uchun bugun sotib oldim, sotib olmagan bo'lardim. Bu mana shu zonaga paraboyga yaqin kelgani uchun sotib oldim. Tushunarligi? Chunki bu yerda ba'zi tushunchalar, ba'zi bir odamlar qo'rqitish operatsiyalari bo'ladi. Shu paytda men risk qilishni yaxshi ko'raman. Shu sababdan bu yerdan ba'zi narsalar sotib oldim. Bu yerda ko'rib turganingizdek bitta yuksalish trendimizdagi trend chizig'imizga yaqin kelib qolgan. Bu bir. Ikkinchisi kunlik time frame'ga olamiz. Kunlik time frame'ga oladigan bo'lsak, bu yerda yana boshqa narsa bor. Bu yerda misol uchun mana bu minimumlarni tenglashtiramiz. Mana bu minimumni va undan keyingi minimumni ignotgan minimumni tenglashtiradigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek nima bo'ldi? Bu yerda bitta galava plicho, xuddiki USDT dominasida ko'rib turgan galava plichoyimiz paydo bo'lyapti. Mana bu yelka bo'lyapti va mana bu nima bo'ladi? Bosh bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda paraboy arafasidamiz. Hali bu paraboy bo'lgani yo'q. Tushunarligi? Ikkalasi ham shu zonada turibdi. Bu hali paraboy qilgan yo'q. Agar buni paraboy qilib sham yopilganda edi, mana bu zonada Bitcoin, men misol uchun ba'zi altcoin'lar bugun sotib oldim, ularni sotib olmagan bo'lardim. Bunda paraboy ko'rmadim, shu sababdan sotib oldim. Mumkin bu paraboy qilmas odamlar, chunki buni men ko'rib turibman, boshqa hech kim ko'rmay qoldimi? Yo'q, buni hamma ko'rib turibdi. Tushunarligi? Hozir trenddan xabari bor odamlar ko'rib turibdi, hammasi ko'rib turibdi. Hamma pulini naqd qilib kutib turibdim buni, ya'ni bozor bitta tushib ketsa-da, hamma sotib olsa mana shu yerga. Bitta tushib bersin-da birdaniga, misol uchun necha 77 emas ekan, bu sal insof bilan tushiraylik 90 va 90 shu atroflarga borani. Bitta tushib bersin-da, misol uchun agar tushib beradigan bo'lsa ham hozir bitta hadaf beraylik. Hadaf beradigan bo'lsak, xo'p, necha bo'lyapti? Mana shu zonalar ko'rsatyapti ekan. 85, 90 deng. 85, 90 larga bitta tushib bersin-da, odamlar sirasi ishga kirib olsin. Shuni xohlaydimi? Yo'q, xohlamaydi. Bu bozorda tushiradiganlar bu zonalarga birdaniga hamma ko'rgan narsa bilan tushib berishligini xohlamaydilar. Tushunarligi? Odamlarni bular qayerda qochirishni biladi, qayerda qo'rqitishni biladi. Ya'ni shu sababdan, misol uchun men buni hozir qaranglar-da, men aytmaymanki, bo'ldi, bu tushmaydi, shu yerdan yuksalib ketadi degan narsadan yiroqman. Chunki analizlar tushadi degan narsani ko'rsatyapman. Mana bunaqa yuksaladi degan narsani aytmoqchi emasman sizlarga, lekin men sotib oldim ba'zi narsalarni. Bu tushishlik ehtimoli texnik tushishligi mumkin. Xo'p, lekin men sotib oldim. Nima? Bir risk qilishni yaxshi ko'raman. Shu sababdan ba'zi narsalar o'zimni o'zim sotib olganim yo'q. U ham bo'lsa, masalan, Solana USDT'ni esinglarda bo'lsa, ba'zi oldingi videolarimda ham aytib o'tgandim. Bu yerda bat formatsiyoni bor. Katta ehtimol bilan mana shu zonaga kelishligini aytgandim. Chunki mana bu yerdaligida kanalimizdagi ba'zi bir podpischilar, ya'ni kanalimiz a'zolari analiz qilib bering deganda, o'shanda stream qilyapti turib, Telegram kanalimizda analiz qilganda katta ehtimol bilan Solana'ning keladigan narxi $165,000, ya'ni $165 analiz qilib aytgandim o'sha paytda. Agar bu Solana yuksalmoqchi bo'lsa, yuksalish niyati bo'ladigan bo'lsa, oldin bu yerga kelsa va bu yerdan keyin yuksalishligi mantiqli. Lekin bu yerga kelmaguncha bozor yuksala olmaydi deb aytib o'tgandim. Ko'rib turganingizdek bu yerga keldi. Ya'ni bu yerdaligida paytda bu yerga tushishligini mana shu taxmin qilgan bo'lsangiz, bu o'z-o'zidan tushmaydi albatta. Uning uchun Bitcoin ham tushishi kerak, to'g'rimi? Bular bir-biriga qarshi yurmaydi. Значит, mana shu yerda misol uchun o'sha paytlarda Bitcoin'da mana qildik, pastga tushishligini analiz qilib keldik, ketma-ket mana bir-biri bilan keldi. Endi bu yerda ishga kiradigan zonaga kelgan ekan. Nimaga bu oldin mana bu zonadaligida Bitcoin'ga nima qildi? Ya'ni signal berdiki, bu yerga tushadigan bo'lsa Bitcoin tushish ehtimoli bo'lar ekanda degan narsa. Endi hozir bu yuksalishlik uchun bir signal kelgan bo'lsa, misol uchun Solana'ni mana bu zonada ishga kiradigan zonaga keldi, misol uchun. Bu birinchi ishga kirishlik zonasi, ikkinchi ishga kirish zonasi mana bu minimumlar. Tushunarligi? Mana bu minimumlarga keladigan bo'lsa, yana qo'shishligim mumkin, lekin men bu yerdan ishga kirdim hozir bitta. Xo'p, agar bu yerga keladigan bo'lsa, yana ishga kirsangiz bo'ladi, lekin to mana bu joyga kelib stop urmaguncha yuksalish uchun signalimiz bor Solana'da. Tushunarligi? Endi qarang, aytmoqchi bo'lganim, nimaga bu yuqoridaligida pastga tushishligini prognoz qildik. Shu Bitcoin bilan birgalikda kelib tushdi. Endi hozir bu Solana'ni yuksalish uchun bir signal bor. Nimaga bu Bitcoin'ga bu taalluqli bo'lmasligi mumkin?
mumkin. Bitcoin ham yuksalishi mumkin, to'g'rimi? Shu sababdan men risk qildim. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, Bitcoin va Ethereumni hammasini analiz qilib ko'rdim sizlarga aytyapman. Hozir holati qanaqa? Ya'ni Bitcoin USDT provoy qilish arafasida juda bir qo'rqitadigan zonaga kelib qolgan. Bu bir. Ikkinchidan, Ethereum oldin mana bu yerda xuddi shu holatda kelib tushib ketgan yaxshigina, lekin shamlarni ham e'tibor bering. Bu yerdagi sham ketma-ket 4 ta tushgan, bu yerda ham uje ketma-ket 4 ta tushib bo'ldi. Endi ko'ramiz. Bu mana bu yerdan chiqqan shamdan keyingi katta sham bu yerda chiqadimi, chiqmaydimi? Buni hozir vaqt ko'rsatadi. Chunki buni oldingi ignada bitta narsaga e'tibor berishingiz kerak. Mana bu ignani fraktal nuqtani chizadigan bo'lsak, fraktal nuqtani tagida sham yopilgan bu qora. Tushunarli? Buni sal jigarrang qilib mana bu kurrent tagida sham yopilgan va bundan keyin tezlashib ketgan. Lekin bu yerda hozir biz ignamiz bor. Tushunarli? Mana bu fraktal nuqtani tortadigan bo'lsak, fraktal nuqtamiz ichida turibdi. Hali buni provoy qilib o'tgan yo'q. To'g'ri, mana buni provoy qilgan bo'lishligi mumkin, lekin fraktal nuqtamizni hali provoy qilib o'tgani yo'q. Tushunarli? Buni mana shunday bir ahamiyat bersanglar bo'ladi. Muhimi, bu agar tushadigan bo'lsa ham ikkinchi shamimizni bir otib olish ehtimoli bor, yo'q emas. Tushunarli? Bitcoin buni tagida agar sham yopilganda edi, kunlik shamimiz misol uchun hozir mana 20 minutdan keyin kunlik time frame'imiz yopiladi. 20 minut ichida Alloh alam buni tagida sham yopila olmasa kerak. Ya'ni sham yopilmagani uchun nima qildim? Men Solanadan ishga kirdim. Solana mana zonadan sotib oldim va ikkinchi altcoin'im HUSDT ni sotib oldim. Buni esingizda bo'lsa, oltilarga bular eng shikrat narxlar deb aytib o'tgandim, $6. Hozir 6 ga yaqin atroflarda turibdi. Mumkin imkon berar 6 ga tushar, mumkin tushmas. Lekin men bozorda o'tkazib olmaslik uchun ba'zi narsalar sotib oldim. Ulardan bittasi HUSDT. Chunki buni uzoq muddatga kutadigan bo'lsam, uzoq muddatga, misol uchun bozor tushadigan bo'lishligi ham mumkin. Bu yerdan misol uchun ozroq pastga tushadigan bo'lsa ham meni qo'rqitmaydi, bu panik qildirmaydi. Sababi bundan kutilayotgan narsa, misol uchun ba'zi narsalarni oladigan bo'lsangiz, investor bo'lishlikka arziydigan narsalar oladigan bo'lsangiz, misol uchun ozmoz tushib beradigan bo'lsa ham qo'rqmasdan turasiz. 200%, 100% otib berish kutyapman inshaalloh bundan. To'g'ri, birdaniga otib bermas, lekin nima, oqib ketgan taqdirda ham bu ertaga misol uchun yuksaladigan, misol uchun potensiali bor altcoin bo'lgani uchun bundan sotib oldim inshaalloh. Tushunarli? Hozir qo'limda bor coinlardan bitta ikkitasini ko'rsatib qo'ydim sizlarga. Solana bilan HUSDT ni sotib oldim inshaalloh. Xo'p, videomiz uzoq bo'lib ketmasin, shu yerda to'xtataylik. O'ylaymanki, tushundinglar men nima demoqchi bo'lganimni. Ya'ni hozir altcoinlarni bosib to'ldirib sotib oladigan paytlarga kelib qoldik, chunki bozor mana bu qachonki qizil zonaga yaqin zonalarga kelyaptimi, bu zonalardan polni sotib oladigan zonadamiz inshaalloh. Altcoinlar to'playdigan paytda turibmiz inshaalloh. Ya'ni bu kunlarda Alloh alam oylardan keyin, qanchadir oylardan keyin mana shu grafikda ko'ramiz inshaalloh. Mana shu pastlarga tushgan bo'ladi. Altcoinlarni bunaqa narxlardan topa olmasak kerak. Ya'ni hozir faqat altcoinlarda agar Bitcoin hozir yana bir oqib beradigan bo'lsa, yana ham bir nima bo'ladi? Pastlardan sotib olish uchun imkon bo'ladi. Buni faqat imkon deb bilish kerak. Tushunarli? Bozordan qochish, panik qilib emas. Imkon deb bilish kerak. Bitta narsa bor, ikki karra ikki narsa bor. Shu narsani bir aytmoqchiman. Ya'ni ikki karra ikki narsa nima? O'zi aslida bu bozorda foyda qilishligingiz uchun pastdan olib turib yuqori sotishingiz kerak. Tushunarli? Pastdan olib turib yuqorida sotadigan bo'lsangiz foyda qilasiz. Hatto shuni ham e'tibor bilmaydigan odamlar borda. Qanday pastdan olib yuqori sotmaydi? Ya'ni pastdan olsang yuqoriga sotasan. Endi qarang. Bozorda yuqoridan olib pastga sotsangiz ziyon qilasan deb tushuntirish kerak odamlarga. Ya'ni qachon pastga tushsa sotib olish kerak ekanmi? Sotib olish kerak. Ya'ni hozir ko'ring, odamlar qo'rqityaptimi? Mana bu tushlardan keyin odamlar qo'rqadi, albatta qo'rqadi. Chunki mana bu qanday tushdi. Bu qo'rquvlardan keyin odamlar qochdi, ketdi hammasi. Iniga kirib ketdi. Xo'p. Lekin nima? Bu qo'rqishlarni qo'rqitmasdan risk managementga amal qilib, strategiyasiga amal qilib turib, misol uchun mana chekiryapmiz misol uchun Solana risk managementimizni yoki o'zimizni bir stop o'rinlarimizni bilamiz. Mana zonalardan shekirdik. Endi bundan ozroq tushadigan bo'lsa, bu yerlardan polni ishga kirish zonalar, ya'ni imkon zonalari. Tushunarli? Bu birinchi imkon, bu ikkinchi, uchinchi imkonlar. Ya'ni mana shu qizil sig'di ishlari polni imkon, ya'ni sotib olishlik uchun.
Bu tagga tushadigan bo'lsa nima qilasiz? Bo'ldi, risk menejmentimizga qarshi yurmaymiz. Bo'ldi, stop bo'ldik deb ishdan chiqib ketaveramiz inshaalloh. Lekin bu yillarga keladigan bo'lsa nima? Ya'ni ishga kiraveramiz inshaalloh. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, mana bu zonalardan ushlab sotib olib, mana bunaqa yashil shamlardan olib turib yuqorini kutishdik. Bu mana kutgan odamlar ko'ring, necha kun kutganda yuqorini va sekin pastga olib tushib ketgan. Ma'naviyatiga, psixologiyasiga ham ta'sir qilganda, uje bu yerdan chiqib ketadi albatta. Lekin bu yerlarda nima qiladi? Treyderlar, ya'ni qachonki bozor mana bu zonadaligida bu yerda kutgan odamlar bu yerlardan sotib olyapti. Tushunarligi? Ulardan bittasi biz buni sotib oldik. Qachonki mana bu zonadaligida analiz qilgandik pastga kelishligini va bu yerdan birinchi ishga kirishligimiz bilan kirdik va ozroq tushadigan bo'lsa yana ko'ramiz inshaalloh. Holatga qarab yana ishga kiraveramiz inshaalloh. Xo'p, videomiz uzoq bo'lmasin. Shu yerda to'xtataman. Sizlar bilan Expert Signal admini Sulaymon. Fikrlaringizni, o'zlaringizni, izohlaringizni kommentariyga qoldirib, videoni do'stlaringizga jo'natib qo'yadigan bo'lsanglar, klass boshi esdan chiqmasin. Sizlar bilan Expert Signal admini Sulaymon. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Assalomu alaykum.